islom dini shirk bilan shu darajada qattiq kurashdiki, agar Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 23 yil payg'ambar bo'lgan vaqtlaridagi kurash hammasi shirk bilan kurashni o'z ichiga oladi aksar vaqtlari desak xato qilmagan bo'lamiz. Shu vaqtda nozil bo'lgan oyatlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan berilingan yo'llanmalar hammasi shu shirk bilan bo'lgan kurashni o'z ichiga oladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarida ko'p takrorladik, aksar xalqlarning ko'pchiligi bu Allohni inkor qilmasdi. Allohni inkor qiladigan toifalar juda ozchilikni tashkil qilardi. Allohni inkor qiladigan dinsiz keyingi davrda paydo bo'ldi. Kurashlarining ko'pchilik davrini shu shirk bilan kurashdilar. Mana bu hadis sharif ham shunga dalolat qiladi. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi 10 ta jamoa bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga keldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 9 kishi bilan bay'at qildilar. Bir kishidan bay'at qilishlikdan qo'llarini tortib oldilar. Shunda buni nima aybi bor yo Rasululloh bay'at qilmadingiz deb so'raganlarida aytdilarki, inna fi abudihi tamimatan. Abud qo'lning yuqori qismini aytadi. Ya'ni muskul deb ifodalaymiz biz, shu qismini aytadi. Qo'lida tamima tumor bor ekan dedilar. Bu kishi tumorni uzib tashladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keyin bay'at qildilar va aytdilarki, kim shunday tumorni taqsa shirk keltiribdi dedilar. Ana bu hadis sharifdan bizga ma'lum bo'ladiki, jahiliyat davrlarida shu tumorlarga hech qanday bir ma'nosi yo'q bo'lgan so'zlarni yozishib tumor qilib osardi. Ko'p vaqtlarda sehr, kufrga dalolat qiluvchi so'zlari ham qo'shilardi. Mana bu tumorni taqishlikni shirk dedilar. Ammo Allohning zikri bo'lgan bo'lsa va shu Allohning zikri bo'lgan narsalar bilan bir duo qilinsa, buni ulamolar ba'zilari mustahab deyishdilar. Ya'ni duo qilinib, bu chunki Allohga duo bo'ladi-da, ruqya shuni Allohning zikri bilan aytilingan duolar ruqya bo'ladi-da va Allohga iltijo bo'ladi bular. Unda bu davo yo'inki shu narsa saqlaydi degan narsa bo'lmaydi. Jahiliyatdagi ruqyalar yozilingan duolarning ko'pchiligi sehr, shirk, shunday tilismot ma'nosi yo'q bo'lgan narsalarni qo'shib yoziladi. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, bu kishi ayollarini shunday jahiliyat ruqyalarini osishlikdan qaytargan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud ayollarning oldiga kelganlarida bo'yinlarida bir narsa osilib turgan ekan. Uni tortib uzdilar va aytdilarki, laqad asbaha alu Abdillah aghniya'a an yushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. عبد الله بن مسعود ayollarning bo'ynidagi osilgan
tumorni uzib aytdilarki, Abdullohning oilasi Allohga shirk keltirishlikka ehtiyoji qolmagan dedilar. Keyin aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, ruqya, ya'ni shunday sehr va boshqa narsalarni aralashtirilgan duolar bilan ruqya dam solish, tamoim tumorlar osish va tivala shirk dedilar. Shunda so'rashdilarki, ruqya bilan tamoim, ya'ni tumorlarni tushunamiz-ku, tivala nima yo Abu Abdurrahman deganlarda aytdilarki, tivala deb ayollar o'zlarining turmush o'rtoqlariga yaxshi ko'rinishlik uchun qiladigan ishlar dedilar. Bizi o'zbek tilida isitma deb aytilinadi. Shu narsalar shirk dedilar. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilar. Ba'zi vaqtlarda ba'zi kishilar bir narsani qilishib, shuni qilsak tuzalib qolyapmiz-u degan narsani bahona qilishadilar. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, ayollarini shunday johiliyat ruqya duo holliklaridan man qilganlarida aytdilarki, fa inni kharajtu yawman fa absarani fulanun fadama'at ayni allati talihi. أي أنه أصابها بعين حاسدة شريرة، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. فقال ابن مسعود لها ذلك الشيطان، إذا أطعتيه تركك، وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفى، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. Abdulloh ibn Mas'ud shunday johiliyat ruqyalaridan qaytarganlarida ayollari aytdilarki, men bir kun ketayotganimda meni palonchi ko'rdi. Shundan beri ko'zim yoshlanadi. Ya'ni hasad qiluvchi ko'z menga ta'sir qildimi, ko'zim yoshlanadi dedi. Shu ruqyani o'qisam ko'zim yoshi to'xtab qoladi. Agar tashlasam, shuni o'qimasam ko'zim yoshlanadi. Shuning uchun o'qiyapman dedilar. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki ayollariga, bu shayton dedilar. Agar sen shaytonga itoat qilsang, tarakaki, shaytonga itoat qilsang, seni o'z holingga qo'yib qo'yadi. Agar shaytonga itoat qilmasang, barmog'ini ko'zingga qo'yib yoshni oqizmay turadi dedi. Ya'ni shayton ko'zingni yoshini oqayotgan vaqtda shaytonga itoat qilganligi uchun xotirjam bo'lib turadi, ko'zing oqadi. Endi shaytonga itoat qilmaganingda osiy bo'lsang, ya'ni barmog'ini qo'yib turadi ko'zingga. Shu sababli sendan yosh oqmaganlik holati paydo bo'lib, shayton sendan shu holatingdan foydalanadi dedilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ishni qilsang, shu senga yaxshiroq dedilar. Va shifolanishligingga loyiqroq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror bir ko'zga bir zarar shunday yoshlanib shunday bo'lsa, suv sepib aytardilarki, zararni ketkizgin ey odamlarning tarbiyat kunandasi, shifo bergin, sen shifo beruvchi zotsan, senidan shifoingdan boshqa shifo yo'q, kasalni qo'ymaydigan shifo bergin deb duo qilardilar. Mana bu ishni qilganing yaxshiroq dedilar.
Ba'zi vaqtlarda kishi bir narsani qilsa, shariatga xilof bo'lgan narsani qilsa ham tuzalib qolgan holatida men shu ishimni tuzalib qolyapman degan narsa bilan qilishlikka yo'l yo'q. Modomiki shariatga xilof bo'ladigan bo'lsa. Bu hozirgi keltirilgan hadislar hammasi mana Ibn Mojja hadis to'plamlarida, Abu Dovud hadis to'plamlarida keltirilgan. Biz shundan tushunishimiz kerakki, o'zimizga xulosa qilib, juda ko'pchilik biror bir jismni yo biror bir narsani har bir o'rinlariga tumor qilib osib olishadilar. O'rniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga har bir holatda duoyi ma'suralarni o'rgatganlar. Masalan, markabga mingan vaqtda biz Estaizu billah subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna inshaallohu va inna ilayhi lamunqalibun. Vallohu alam. Shunday mazmunda subhanallazi sakhkhara lana hada, bizlarga shu narsani bo'ysundirgan Allohni poklayman degan duoyi ma'suralarni o'qib o'rganishligimiz kerak. Har bir daqiqada Allohga sig'inib, Allohni o'zigagina sig'inib, madad so'rab, zararlardan o'zimizni saqlashlikka odatlanishligimiz kerak. U zarar ham yetkazolmaydigan, manfaat ham yetkazolmaydigan toshlarni osib olishlik bu shirk bo'ladi, birodarlar. Masalan, ba'zi uylarga kirilsa, kalla suvaylarini osib qo'yiladi. Bu kalla suvaylarini, shu uylarni agar mabodo shu bir foydalanadigan maqsadda so'ralsa, nima uchun osib qo'yilganligini deb so'ralsa, shu uyni zarardan saqlaydi deb aytgan bo'lsa, shu kalla suvagi saqlaydigan bo'lsa, bo'lib ham hayvonni suvagi saqlaydi desa, bu ayni shirk bo'ladi, birodarlar. Yo'q, shu yerda bir pokizaroq mashi deb turib tursa, qurigandan keyin tashlab yuboramiz degan maqsad bo'lsa, bu boshqa gap. Ba'zi bir toshlarni osib qo'yiladiki, shu toshga ko'z tushsin deb, yo'inki shu tosh saqlaydi degan, bu ayni shirk bo'ladi bu narsalar. Tumor deganda shunaqa narsalarni hammasini o'z ichiga oladi, birodarlar. Zarar ham manfaat ham yetkazmaydigan narsalarga sig'inib, shu narsalardan manfaatni istashlik yo'inki biror bir zararni daf'i uchun shunday tosh, yog'och, suvaylarga sig'inib shunday qo'yib qo'yishlik, bu ayni shirk bo'ladi, birodarlar. Hatto bizning xalqlarimiz o'rtasida hozirgi aytilgan tivala arab tilida isitma, bu yaxshi munosabatda bo'lish, shariatning ko'rsatmalarini rioya qilish va ayollar o'zini shariat ko'rsatmalariga muvofiq qilib yurishlik turmush o'rtoqlariga yaxshi ko'rsatadi. Unday bir isitma deb hech qanday ibodatda yo'q ekan. Bo'lib ham shunday ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar juda ham nopok shaxslar bo'ladi. Umrida ibodat qilmagan bo'ladi. Tirishchilik, buzuq yo'llar bilan tirishchilik qilishligi tamom bo'lgandan keyin endi shunaqa nayrangvozlik yo'liga o'tadi. Bunga bir shunday espas oilalar itoat qilsa, unga biror xafa bo'lmasligi mumkin edi. Lekin ibodatda bo'lgan pokiza ayollarni shularga ishonib yurishligi, bu nihoyatda bir gumrohlik, birodarlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llariga bir tumorni taqib kelgan odamni, buni ichida nima yozding demadilar. 9 ta kishi bilan bay'at qilib, shu kishi bilan bay'at qilmadilar. Ya'ni bay'at qilinishlikka noloyiq shaxs deb sanadilar. Shuning uchun qaysi bir o'rinda biz nima qilishligimizni o'ylamoqchi bo'lsak, shariati islomiyya bizga yo'llanma ko'rsatgan. Shu yo'llanma asosida ish qilinishligi kerak. Markablarni mingan vaqtda Allohdan madad so'rab, ko'chaga chiqqan vaqtda o'qilinadigan duolar bor. Bularni hammasini aytib berdik mana Iqro bismi robbikallazi xaloq surasini tafsirida. Qaysi bir joyda
bo'lsa nima qilinishligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'llanma berganlar. U har xil tagi puch bo'lgan narsalarga ishonib yurishlik bu islom dinidan bexabar bo'lgan odamlarning ishi. Islomni razina billahi robban va bil islami dinan deb Allohni tarbiyat kunanda ekanligiga rozi bo'ldim. Islomni o'zimga din ekanligiga rozi bo'ldim degan kishi bir narsani bilmasa, islomdagi ahkomlarni shu sohadasini bilib olishligi kerak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddallin.